Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, Arashan ishqibozlari, aka-ukalar. Xo'p, hammalaringga bugungi kun xayr barakotli bo'lsin. Hammalaringga xonadonlaringga Alloh fayz barakani yog'dirib qo'ysin. Akalar, bugunga 5 dona yaxshi sog'lig'im bor, qochgani, qochmagani, har xilidan bor. Qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlar beramiz. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, ismim Abduqodir, o'zimda xonadonim, o'zimda qo'y fermamdan video syomka qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha bugun hamma mashinachidan sog'liqlar chiqaramiz. Akalar, videoni boshlabda chiroyli like bosib qo'yinglar. Ozgina qilayotgan mehnatimizga Xudo xolasa mana qo'ralarimiz bitdi inshaalloh. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, Xudo xolasa bundan da zo'r narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Ozgina mehnatimizga shu like ayamaysizlar. Like bosish tekin megabayt olmaydi. Shu barmoqchani tepaga qarab turgan bitta bosib qo'ysalaring, podpisatsiya yoki obuna tugmani bitta bosib qo'ysalaring, o'tkazib yubormaysizlar, videolarimizni ko'rib borasizlar. Hop, bu birinchi qo'yimiz akalar, mana razrezlarni hamma yo'g'ini mukammal ko'rsataman mana. Orqalari cho'tki. Hozir mana tuyoqlari, toshlari ko'ringlar. Sog'liq to'shini qaranglar. Mana umumiy yondan ko'rinishi. Sog'lig'imiz akalar videoda ko'rinmayapti, lekin gigant narsa. Mana bo'yiga ham tuyog'idan tortib metrda qo'yaman, o'zlaring ko'rib bahosini berib olaverasizlar akalar mana. Hozir mana bo'yini. Mana bo'yi akalar. Ko'rdinglarmi? Uzunligiga ham ko'rsataman bitta. Uzunligiga ham xudo xolasa. Ko'rib olaverasizlar. O'ta gigant sog'liq. Videoda ko'rinmayapti, lekin sog'liq haqiqatan gigant akalar. Metrimizni qo'yib qo'ysak. Xo'p, akalar, buni bo'g'oz qisirligiga 50 klik nimaiki qo'chqori bor, ichida qo'chqor bilan yurgan. O'zimizda katta qo'chqor bilan yurgan, yaqinda kelgan bo'tgan nevarasi bilan uni ham ko'rsataman qo'chqorni ham. Akalla garvonimiz quloq 21 pashti. Xohlasa, mashlachidan hamma sog'liqlar chiqaramiz, sotiladi. Hozir qochayotgani va shu yonda oldi turgan sog'liq shundan qochyapti hozir. Xohlasa uni ham chiqaraman hozir. Mana shu sog'liq quloq 21 tagida turgan sog'liq. Xo'p, hozir sog'liqlarimiz hammasi mana shu qo'chqor bilan yuribdi. Shu qo'chqorimiz. O'sha qo'chqordan qochganmi, qochmagan bilmaymiz. Chunki birga yurgan. Akalar bitta qo'rada turgan, birga yurgan. 50 bu yog'i. Xo'p, bu birinchi qo'yimiz akalar. Hozir shu ikkinchisini olib chiqinglar. Xo'p, akalar, bu ikkinchi sog'lig'imiz. Buni ushlab tursam nima turmayapti. Sal hurkagroq ekan. Shuncha qo'yib olyapmiz. Bu ikkinchisi. Bu ham qo'chqor bilan yurgan. Hozirgi shu birinchi bilan birga yurgan bu ham. Bitta qo'rada shu bitta qo'chqor bilan turgan. Bo'g'oz qisirilga 50 klik. Mashinasida deb beramiz. Hozir buni ham batafsil qulog'ini, bo'yini o'lchab ko'rsatib beraman. Buni xo'p, bularni tishiga keladigan bo'lsa, 6-tishini chiqaryapti akalar, ikkitadan tuqqan. Lekin sog'liqlar o'ta yirik narsalar. Hozir ushlab oldik sog'liqni. Buni ham bo'yiga metr qo'yib ko'rsataman. Akalar, xafa bo'lmaysizlar, ozgina maza yo'q. Qo'ldan kelgancha chala-chulpa qilib bo'lsa ham ko'rsatyapman. Mana akalar, metrni ko'rib olaverasizlar akalar, kichkina sog'liq emas, chakana qo'y emas. Men metrda aytmayman, bilasizlar. Mana hozir quloqni ham o'lchab ko'rsataman. Uzunligini qo'yib bersam, o'zi kvadrati kelib chiqaveradi jonivorni. Mana uzunligi. Mana bo'ynida, yelkasida mana kvadrat kelib chiqaveradi akalar. Metr mana mana. Quloqni ham o'lchab ko'rsatib beray biroq. Uchun tortchi. Bitta o'zimmi? Qo'ldan kelgancha o'lchab beraman. Mana shu kalsoyga qo'y. Mana shu yerga qo'y. Seka. Bismillah. Kalsoyga qo'ydi. Xurshidbek kelamizmiz. 20 ga olaverasizlar akalar. 20 plus javob 20 ga olaverasizlar. Yuzi ham, kallasi ham o'ta katta narsa, tushlari chiqqan anaqa sog'liqdi. Shu katta qo'chqor bilan yurgan. Kecha bugundan bir yurmagan, anchadan yuribdi. Mana sog'liqdi, umumiy ko'rinishi, uzoqdan ko'rinishi, mana orqadan quloq tashliqlari, yuzlari oq. Bu ikkinchi qo'yimiz akalar. Ikkinchisi, hozir uchinchisini ham ko'rsataman. Xo'p, akalar, bu uchinchi qo'yimiz. Bu tug'magan qo'y hali. Uchinchi qo'y, bu 2 tish yo 4 tish bo'lishi kerak. Hozir ishini ham ko'rsataman. Bu ikkinchi qo'y. Mana dumbalari. Lekin bu qo'yimiz qochib qolgan. Bilsalaring, araboyagan qo'rasida.
prins qo'chqor bor, shu bilan yurgan. Shundan bu yerda qochib qolgan. Chunki buni uzidan ham chiqarganman, uzidan ham chiqdi. Tishini ko'rsatib qo'yingchi. Ikki tish qo'y. Boshqatdan yaxshilab. Ushlab turaymi, o'zim ko'rsataman. Ushlab, makkan. Mana quloch atish qo'y tishini. Ikki tish toza, ikki tish qo'y tug'ilmagan. Birinchisiga bo'g'oz qo'y. Bugun o'zi qildirib qo'ydim buni. O'zim sotilmaydigan qo'ylarimga kelganda, bu qo'y ham shu prins ichida yurganligi uchun o'zi qildirib qo'ydim. Xo'p, bu ikki tish tug'magan qo'y, bo'g'oz, xudo xolasa inshaalloh. Yangi bo'g'oz, yaqinda qochgan. Hozir buni ham bo'ylarini o'lchab ko'rsataman. Bo'ylarini o'lchab, sekin ushlab turing. Bismillah. Bu ham kichkina qo'y emas lekin. Jasadi katta narsa. Mana yerdan akalar, mana bo'yini ko'rib olaverasizlar akalar. Men mana qaysi santimetr mana qayda turibdi shuni ko'rib olinglar akalar. Shunga pul bera olasizlar. Uzunligini ham ko'rsatay, ishonmaydiganlarga. Shoy, makon. Bitta odamni ko'mak kuchi yetmaydi. Urishib bergan o'zi ancha bo'yda avval bo'lib qoldi, lekin kuchi yetmayapti. Mana. Shaydan akalar. Ko'rib olaverasizlar. 8 metr qancha chiqsa shuni ko'rib olaverasizlar akalar. Qo'ylar arzisa bitta like bosib qo'yasizlar. Umumiy narxini bitta qilib aytib ketaman akalar. Bu 3-chi qo'yimiz akalar. Qulog'iga kelaramiz. Qulog'i 20 kelaveradi xotirjam, xudo xolasa. Bitta qo'yni o'lchash qiyin ekan. Qulog'i 20 kelaveradi. Qochgan birinchisiga, o'sha chempion prinsdan qochgan, xudo xolasa. Xo'p, 4-chisini ko'rsatamiz hozir. Bu 4-chi sog'lig'imiz. Buni ham qochganlik 50 yillik akalar. Bundayda bitta narsa, ichida qo'chqori bor. Realni biz sakraganini ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz. Shuni hisobiga 50 yillik deb beramiz. Qochganini, naq qochganini biladigan bo'lsam, buni narx tayinda bizga. Shuning uchun bilmaymiz, qochganini bilsak, aytib sotamiz. Buni ham hozir quloq bo'ylarini o'lchab ko'rsataman. Bu ham kichkina sog'liq emas. Kelganiga, bu mash sog'liq kelganiga bir 2 oydan o'tdi, 3 oyga yaqin bo'lyapti. Mana orqalari, mana oyoqlari. Umumiy zo'dan ko'rinishi. Buni tishi 6 ta. 6 taga chiqaryaptimi? 4 tagan. Tortish ko'rsatchi. 6 ta bo'lishi kerak. Panji deydimi? Chori deydimi? Mana 4 tish ekan. Bo'ldi. Xo'p, mana buni ham hozir metrlar ko'rsatib beraman. Bu ham kichkina sog'liq emas, lekin nisbatan narigilardan sal bo'yi 1 sm pastroq bo'lishi kerak. Shu mana yerdan 1 sm narigilardan kichkinaroq bu. Shoda kichkinaroq. Mana bo'yi mashi, lekin simjun toza qo'y bu qo'y. Simjun qo'y. Qo'zini yiltir qo'zi beradi xolos mana. Uzoqdan ko'rsatay. Bo'yini ko'rdilaring, qulog'i 20 ga 19 ga kelaveradi, 19 dan oshiqroq. 19 olaveringlar. Xo'p, endi hammasi ham akalar narxiga yarasha bu qo'zilardan, mana shu qo'zilarni ko'rib, mana shunaqasini yo'q, bular 4 pachka, 5 pachkaga topiladigan qo'zilar akalar. Bu qo'zilar shundaqa. Mana shu qo'zi ham oddiy 1 pachkalik qo'zi. Bular narxiga yarasha shularni tushirib beradigan narsalar bular inshaalloh. Qo'chqorni zo'rini qo'shsangiz inshaalloh chiqarib beradi Alloh xolasa. Xo'p, bu 4-chi qo'yimiz. Bo'ylarini ko'rdilaring, tuyoqlari tekis, go'shtdor narsa. Bu ikkita tuqqan qo'y. 3-inchisi inshaalloh Alloh bersa, qochib qolgan bo'lsa yaxshi, qochmagan bo'lsa bitta qo'chqorga qo'shib olasizlar. Yana ham dagovor bilan bo'ladi. Agar qochmagan bo'lsa o'zimdagi kattaga, butyan nevarasiga qochirib beraveraman, dagovor qilsak. Buni quloqlari ham shu 20 ga kelaveradi, xolos 19 plyusda. Xo'p, hozir bu 4-chisini, 5-chisini ham ochib qoldim. Xo'p, akalar mana bu 5-chi qo'yimiz, 5-chi sog'liq. Bu bitta tuqqan qo'y, 4 ishga chiqarayotgan qo'y bu qo'y. Quloq, kalla, garbonus, vashimoshni razrez. Yirik sog'liq bu ham, bitta tuqqan. Hozir buni ham batafsil ma'lumotlarni beramiz. Mana tuyoqlari tekis, yotmagan, kallalari. Hozir bitta metr olsam, oldin bitta dumbalarni ko'rsatib qo'y. Xo'p, mana dumba. Razrez bor, unaqa yopiq dumba emas mana. Mana. Bu qo'yimiz eng qizig'i, bu qo'y qochib qolgan, o'zim ko'rdim. Videosi ham bor qochgani. Qulog'i 22 yillik qo'chqordan qochgan degan. O'zini qulog'i ham mana kichkina emas. Tishini ochib ko'rsatdim. Endi ushlab turib, o'zim ko'rsataman. 4 tishga chiqayotgan qo'y.
4 qo'y. Xolos tushlari ham chiqqan. Hozir metrlab ko'rsataman. Bo'yini. Makam. Bo'yi bismillah. Yerdan qo'y chuh bo'lyapti Turishbek. Mana metrda har qanaqasiga bu tomondan ham, bu tomondan ham akalar deydi. Kim nechini ko'rsa olaveradi. Men metrda aytmayman. Bu narsani javobi yomon narsa. Shuning uchun o'zlaring ko'rib olaverasizlar akalar. Men 10 santimetrda bermayman. Lekin sog'liq kichkina sog'liq emas. Bitta tuqqan 4 ish. Agar 2 tishligida tuqqan bo'lsa bitta tuqqan. Bo'lmasa tug'magan qo'y. Şeydan uzunlik. Hozir qulog'ini ham imkon darajasida ko'rsatib qo'yaman hozir. Metrda olib kelaylik. Metrda oldim. Kalsoga qo'ying. Quloq 20 ham oshiq bo'lishi kerak qo'y. Mana shu yerdan kalsodan 21. Quloq vobshe mo'shni shirinasi ham katta. Shirinasiga qo'yaymi? Shirinani o'zi ham 10 kg uradi. Quloq 22 yillik qo'chqordan qochdi. O'zimda videosi bor buni. Xo'p, akalar telefon qilsalaring, narxini kelishsak, xudo xolasa dastavka Qoraqalpoqgacha yetkazib beraman. Qo'yim ko'p, xudo xolasa bitta ikkita qo'y bilan cheklanib qolmaymiz. Bularni sotish kerak albatta. Xudo xolasa ismim Abduqodir akalar. Mana shu qo'rani o'zimizga yangi qurdik inshaalloh. Qo'ldan kelgancha shu joydan chiqaramiz. Bu reklamalarimiz mana birinchida turgan Arashan qo'y YouTube kanalim, Arashan qo'yda yozsalaring chiqadi. Arashan jamoa Instagram kanalim, bu 8282 nomerim. Bu bo'lsa Sherim Azimjonniki, Arashan 92. Bu shogirdim Xurshidbekniki mana. Xurshidbek 482 nomeri. Men telefonim o'chik bo'lsa, mana shu nomerga yoki mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, kanalni rivoji uchun bitta chiroyli like bosib, nasah podpiska qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan buyog'iga tiniq xizmat qilamiz inshaalloh. Sog' bo'ling.